Xalimiz tomonidan O'zbekiston Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat havola xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Transport nazorati inspeksiyasiga 2025-yil yanvar-aprel oylari davomida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan jami 1009 ta murojaatlar kelib tushgan. Ushbu ko'rsatkich 2024-yilning shu davriga nisbatan 260 taga yoki 20% ga kamaygan. Joriy yil ortda qolgan davr davomida kelib tushgan 1009 ta murojaatdan 545 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti portali orqali, 333 ta pochta aloqa vositalari va to'g'ridan to'g'ri, 120 ta murojaat ishonch telefonlari orqali, bitta murojaat Transport nazorat inspeksiyasi rasmiy veb-sayti orqali, 10 ta murojaat tadbirkorlar qabulxonasi orqali kelib tushgan. Hududiy bo'limlar kesimida ko'radigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 88 taga, Toshkent viloyatida 71 taga, Namangan viloyatida 39 taga, Buxoro viloyatida 30 taga va Jizzax viloyatida 24 taga kamayishiga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. Inspeksiyaning sohaviy yo'nalishlari bo'yicha tahlillarga qaraydigan bo'lsak, avtomobil va suv transporti nazorat boshqarmasiga 965 ta, yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish boshqarmasiga 39 ta, temir yo'l transporti va metropoliten nazorati boshqarmasiga 5 ta murojaatlar kelib tushgan. Inspeksiyada jami ko'rib chiqilgan murojaatlar natijalariga ko'ra 521 ta murojaat to'liq qanoatlantirilgan. 325 tasiga tushuntirish berilgan. 65 ta murojaat tegishliligi bo'yicha tashkilotlarga yuborilgan. 16 tasi ko'rib chiqilishi tugatilgan. 4 tasi ko'rmasdan qoldirilgan yoki anonim deb topilgan. Ayni vaqtda 78 ta murojaat o'rganish jarayonida. Jumladan bu raqamlarni yo'nalishlar kesimida tahlilga qaraydigan bo'lsak, avtomobil va suv transporti nazorat boshqarmasi yo'nalishida jami 887 ta murojaatlar ko'rib chiqilgan bo'lib, shulardan yo'l kira masalasida 215 ta, noqonuniy yo'lovchi tashish va reyd tadbirlari o'tkazish masalasida 457 ta, yo'nalish oxiriga bormayotgan va harakat jadvaliga rioya etmaslik masalasida 47 ta, tender tanlovi haqqoniyligi masalasida 49 ta, xodimlar xatti harakati yuzasidan 23 ta, boshqa masalalar yuzasidan 96 tani tashkil etadi. Inspeksiyaga kelib tushgan murojaatlar asosida 700 marotabadan ziyod nazorat va profilaktik tadbirlar o'tkazilib, qoidabuzarlarga qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilgan. Yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish boshqarmasi sohaviy yo'nalishida ko'rib chiqilgan murojaatlar jami 39 ta bo'lib, qazish ishlari masalasida 7 ta, ta'mirlash va boshqa masalalar yuzasidan 29 tani tashkil etadi. Yo'l qurilishi va qazish ishlari yuzasidan kelib tushgan murojaatlar asosida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan 6 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ko'rib chiqish uchun sud organlariga yuborilgan. Transport nazorati inspeksiyasi rahbariyati tomonidan hududlarda ko'tarilgan masalalarni joyida o'rganish chiqish maqsadida Buxoro va Navoiy viloyatlarida sayyor qabullar o'tkazildi. Ushbu qabullardan aholidan kelib tushgan murojaatlar o'rnatilgan tartibda nazoratga olinib, mas'ullar tomonidan ijrosi to'liq ta'minlandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xalimiz tomonidan Biznes ombudsman.